hozirgi oxirgi 100 yillik tarixi bo'yicha inshaalloh bir masjid hisoblanadi. Bu Sulaymon Rojihiy degan bir kishi bo'ladi. Buni tarixini aytib beramiz. Sulaymon Rojihiy Saudiya Arabistonida tug'ilgan bir beva, bechora, bir kambag'al oilada tug'ilgan bir farzand bo'ladi. Sulaymon Rojihiy maktab paytlarida ustozlari aytadiki, o'quvchi, maktabda o'quvchi, ertaga hamma 1 riyoldan pul olib kelsin deydi. Sulaymon Rojihiyning o'qituvchisi, sinf rahbari. 1 riyoldan pul olib kelsin, hamma ertaga Makka ziyoratiga chiqamiz, Makkani bo'ylab ziyorat qilamiz deydi. Sulaymon Rojihiyning uyida mana shu 1 riyol pul bo'lmaydi, chunki kambag'al bir oilada tug'ilgan farzand bo'ladi. O'shandan keyin bu kunisi bo'ladi. Sulaymon Rojihiy nima qiladi? Maktabga boradi-yu, 1 riyol bo'lmaganligini jim o'tiradi, hech kimga indamaydi, lekin ustozi bu narsadan xabar topadi. Ya'ni Sulaymon Rojihiyda o'sha 1 riyol pul yo'q. Hammadan uyalgan bir holatda turganda Sulaymon Rojihiyning sinf rahbari aytadiki, sizlarga bir savol beraman, o'sha savolning javobini kim topsa agar 1 riyol hadiyam bor deydi. Biladiki, Sulaymon Rojihiy sinfda eng yaxshi o'quvchilardan bo'lganligini va o'sha savolini beradi, savolning javobini Sulaymon Rojihiy topadi va 1 riyolni qo'lga kiritib, hadiyani olib, sinfdoshlari bilan birgalikda Makka bo'ylab sayohatga, ziyoratga chiqadi. Oradan yillar o'tadi, vaqtlar o'tadi. Sulaymon Rojihiy universitetlarda o'qib, bank sohasini tanlaydi-yu, Riyod shahrida bir dona xonada o'zi bank ochadi. O'zi direktor, o'zi qarovul, o'zi ishchi bo'lib, bir dona shariatni hukmlarining ustiga bank ochadi. Bu bank Rojihiy banki deb nomlanadi. Hozirgi kunda Rojihiy banklarning shubasi, ya'ni filiallari 1000 tadan oshiq. Eng katta vaqfni xo'jayini hisoblanadi. Vaqtlar